Rossiyada tahsil olayotgan talabalar uchun muhim yangilik. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma: Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Endi xorijlik talabalar ta'til davrida mehnat patenti olmasdan turib ham qonuniy ravishda ishlashlari mumkin. Bu haqda migratsiya huquqi bo'yicha ekspert Yevgeniy Volodin ma'lum qildi. Uning aytishicha, ishga joylashish uchun talabadan faqat o'qish joyi va ta'til muddatini tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab etiladi. Mazkur hujjat mehnat patenti o'rnini bosadi va mehnat shartnomasi muddatini belgilaydi. Eng muhimi, talabalar nafaqat o'zi o'qiyotgan shaharda, balki Rossiyaning istalgan hududida ham rasman ishlash huquqiga ega bo'ladi. Ta'til paytida qo'shimcha daromad topishni rejalashtirayotgan talabalar uchun bu juda katta imkoniyat hisoblanadi. Ushbu xabarni Rossiyada tahsil olayotgan yoki Rossiyada o'qimoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Bizga obuna bo'lishni unutmang.